Tushda tilla topib olishning ta'birlari. Tushda tilla topib olish odatda yaxshi alomat sifatida talqin qilinadi. Bu tush bir necha ma'noga ega bo'lishi mumkin. Tushda tilla topib olish odatda kutilmagan omad, rizq va baraka, muhim imkoniyat, hayotdagi ijobiy o'zgarish, orzu qilgan narsaga yaqinlashish belgisi sifatida talqin qilinadi. Ba'zi eski ta'birlarda esa tilla topish mas'uliyat, sinov, hasadgo'y odamlar paydo bo'lishi ma'nolarini ham bildiradi. Chunki tilla qimmatli bo'lgani uchun uni saqlash ham qiyin ne'mat deb qaraladi. Tush ko'ruvchi tushida yer ostidan tilla topib olsa, yashirin imkoniyat ochilishi, uzoq vaqt kutgan ishining yurishi, kutilmagan daromad kelishi belgisi hisoblanadi. Bu tush ba'zan sizdagi yashirin qobiliyat hali to'liq ochilmagan degan ma'noni ham beradi. Tushda ko'p tilla topib olish bu katta imkoniyat, boylik, obro' orttirish, muhim tanishuv bo'lishi mumkin. Ammo qadimiy ta'birlarda haddan tashqari ko'p tilla tashvish, mas'uliyatning ortishi, odamlarning hasadi belgisi sifatida ham aytiladi. Tushda yo'lda tilla topib olish kutilmagan omad, yangi ish, safardan foyda, hayot yo'lingizda muhim imkoniyat chiqishi deb talqin qilinadi. Agar tillani olib qo'ysangiz, imkoniyatdan foydalanasiz. Agar tashlab ketsangiz, yaxshi imkoniyatni qo'ldan chiqarishingiz mumkin. Tushda suv ichidan tilla topib olish qalbdagi niyat amalga oshishi, qiyin davrdan keyingi yengillik, ruhiy tozalanishdan keyingi omad belgisi hisoblanadi. Toza suv yaxshi ta'bir, loyqa suv chalkashlikdan keyingi foydani bildiradi. Tushda tilla topib olib xursand bo'layotganingizni ko'rsangiz, yaqin kunlarda xursand qilinadigan yangilik, muvaffaqiyat, ko'ngil to'lishi kutiladi. Tushda tilla topib, lekin uni yo'qotib qo'yganini ko'rsa, imkoniyatni boy berishi, ehtiyotsizlik, noto'g'ri qaror belgisi bo'lishi mumkin. Ba'zan esa dunyoviy narsalarga haddan ortiq bog'lanmaslik kerakligini bildiradi. Islomiy ta'birlarda tushdagi tilla dunyo matosi, sinov, mol-dunyo bilan bog'liq mas'uliyat ramzi hisoblanadi. Ammo ayollar uchun tilla ko'proq ziynat, xursandchilik, ne'mat deb talqin qilinadi. Erkaklar uchun esa u ba'zan tashvish yoki mas'uliyat ma'nosida ham bo'lishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.